So'nggi 3 kun ichida ular Eron tomonidan Birlashgan Arab Amirliklari hududidagi Amerika bazalariga uchib kelayotgan 400 ga yaqin raketa va dronlarni urib tushirishdi. Bu haqda yaqindagina ma'lum bo'ldi. Hukumat hech qanday vahima bo'lmasligi kerakligini e'lon qildi. Chunki Mudofaa vazirligi har soat, har daqiqa, aytish mumkinki, har soniyani kuzatib boryapti va shaharning qaysidir qismlarida kuchli portlash sodir bo'lgani yo'q. Faqatgina bo'laklarning yerga qulashi eshitiladi. Shuningdek, osmonda bu raketalar va havo hujumidan mudofaa raketalari o'rtasida go'yoki urush ketayotgani ko'rinib turibdi. Ya'ni ular osmonda bir-biri bilan yo'lda yerga yetib kelmasdan zaif bo'lib qolyapti. Eron asosan Abu Dhabi, Dubay va boshqa yirik shaharlar atrofidagi infratuzilmalarni nishonga oldi. Ikki shaharda havodan mudofaa tizimlari ishlash natijasida ko'plab raketalar yo'q qilingan bo'lsa-da, shikastlangan inshootlar ham anchagina. Rasmiy hukumat bayonotlariga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari mudofaa tizimlari yuqori darajada ishladi. Bir qancha raketalar va dronlarni muvaffaqiyatli to'xtatdi. Biroq portlashlar oqibatida bir nechta fuqarolarga tan jarohatlari yetdi hamda moddiy zarar ham ko'rilgan. К сожалению, конечно, не обошлось без жертв. Afsuski, qurbonlarsiz bo'lmadi. Rasmiylarning aytishicha, shaharlarda bo'laklarning qulashi oqibatida 3 kishi halok bo'lgan va 60 ga yaqin, taxminan 60 kishi jabrlangan. Dubay va Abu Dhabi aeroportlari ham ma'lum darajada jabrlandi. Ularga ziyon yetkazildi deya olamiz. Bundan tashqari, Dubaydagi dengiz porti ham zarar ko'rdi. Aytgancha, o'sha port mintaqadagi bog'lovchi hisoblanadi. Juda katta. U ko'plab yuklarni qabul qiladi. В Дубае. Кстати, тот порт, он является таким связующим в регионе, очень большим. Он принимает много грузов. Keskin vaziyat tufayli Birlashgan Arab Amirliklari ham o'z havo hududini vaqtinchalik yopdi va aviakompaniyalar parvozlarini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu chora fuqarolar va sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash hamda raketa xavfi ostida qolmasligi uchun amalga oshirilgani aytiladi. Jurnalistning qo'shimcha qilishicha, ayni dam Dubay va Abu Dabida juda ko'p sayyohlar bor va ular chiqib keta olmayapti. И однако мы также видели удары по ряду гостиниц в УАЭ, в Дубае. Да, это было вот в районе Дубай-Марина. Это вот первый день. Ha, bu Dubay Marina hududida bo'lgandi. Bu birinchi kun edi. Bu qulagan parchalari tufayli bo'lgan ekan. Raketaning o'zi emas, balki parchalari qulagan va shu sababli mana shunday yong'in kelib chiqqan. Xo'sh, ikkinchi kuni bilmadim, Birlashgan Arab Amirliklari havo hujumidan mudofaa tizimi allaqachon qandaydir ishlay boshladi yoki yaxshiroq ishlay boshladi. Balki bilmayman. Ular, ya'ni bu parchalar endi shahar markaziga emas, balki qandaydir shahar tashqarisiga uchayotgan edi.